Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2024-yilning 19-iyulida bu mamlakat va millat uchun jon bergan ziyolilar xotirasini abadiylashtirish, ularning hayoti va faoliyatini o'rganish, targ'ib etishga qaratilgan 270-sonli qarorni imzoladi. Bu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimiz bo'ylab turli ilmiy izlanishlar, xotira kechalari va tadbirlar o'tkazilib, mamlakatimiz yoshlariga ajdodlari va ular bosib o'tgan murakkab yo'llar haqida tushunchalar berib borilmoqda. Oktyabr oyining birinchi haftasini siyosiy qatag'onlarni yod etish haftaligi sifatida o'tkazish belgilab berilgan. Bu yil ham ushbu xayrli an'ananing davomi sifatida mamlakatimizning ko'plab tashkilot xodimlari O'zbekiston prokuraturasi muzeyiga tashrif buyurishdi. Respublikamizda umuman muzeylarimiz juda ko'p. Lekin bugungi kunda shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan davlat muzeyi shaklida ochilgan Respublikamizning prokuraturasining muzeyi menimcha alohida e'tiborga loyiq. Biz O'zbekiston Badiiy akademiyasining hamma xodimlari birgalikda kelib mana shu muzey bilan tanishib ketdik. Bilasizmi, prokuratura deganda ko'p xalqimizda qanaqadir salbiyroq bir qanaqadir tasavvur paydo bo'lgan. Lekin mana shu muzeyga kelsangiz, mana shu prokuraturaning tarixini birma-bir ko'rib chiqsangiz, umuman fikringiz, umuman taassurotingiz o'zgaradi. Chunki prokuratura hozirgi paytda asosan bizning himoyamiz aslida. Prokuraturani qachonlardir o'sha O'zbekiston yurtida boshlangani, qanaqa bir fidoyi insonlar bo'lgan, mana shu yurtni qonuniy bir nuqtai nazarda muhofaza qilish uchun qanaqa insonlar o'zlarining mehnatlarini, sa'y-harakatlarini sarflashganlari hammasi bosqichma-bosqich ko'rsatib berilganda. 7-oktyabr sanasida O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari, universitet rektori professor Sherzodxon Qudratxo'ja hamkorligida ushbu muzeyda ekskursiya uyushtirildi. Hozir nimasi bo'lgan? Bitta qalam bo'lgan, avtomatik bo'lmagan, pistolet bo'lmagan, uni katta mashinasi bo'lmagan, bitta qalam bo'lgan uchun shu o'tgan kunlarda yozgani uchun shu millatchi deb olib, Yangi yil kuni soat 6 da yangi yil kirishiga 6 soat qolganda bola chaqasini qiyratib, onasini yig'latib, uydan olib chiqib ketib, tepib, surkib, Zo'rni Eshonboboxonni, ularning otalari, biz mana avlod bo'lamiz, Eshonboboxon xuddi shunday olib chiqib ketgan uydan. Qurolli to'la kitob ustiga yotqazgan, ular buni ustiga meni yotqazmaydi degan. Mana shu bo'lgan. Bugun ham SSR qumsiydiganlar bor. Sho'roni 20 yillik Buxanka qumsiydiganlar bor. Shular bilish kerak bu tuzni. Olib ketib, shu NKVD turmasiga tashagan, urgan, tergov qilmagan 3-4. Ularning maqsadi butun O'zbekiston yozuvchilarini, ziyolilarini qo'rqitish, ma'nan sindirish, ularga bosim ta'sir o'tkazish bo'lgan. Jim o'tirlar, bo'lmasa sizlar ham yangi yil kuni bo'lsa olib chiqib ketamiz. Va bu odamni yetib berishadi, shu mosh tabibni bir qarindosh yo'lda turmada bo'lgan ekan, urib bir qop suyak tashlab ketadi. Endi davolab o't qo'yib qarasa, yana bir oydan keyin urar ekan va bilasizlar, mana 4-oktyabr kuni u odam qatl qildi. 4-oktyabr biz haligacha qabrlarini bilmaymiz. Taxminan Yunusobod, Oqtepa deb bilamiz. Va eng qarang bu tuzumning asl yuzi 5-oktyabr kuni hukm o'qilgan. Bu inson qadrini qanday toptash, qanday buni nima qilish va bizni bilib qo'yinglar, hech qachon millat bo'lgan, bizlar elat xalq emas, biz millatimiz, bunday kunlarni unutmaslik kerak. Bizni istiqlolga, bugungi mustaqillikka shunday odamlar tufayli kerak. Bo'lajak jurnalistlar muzey eksponatlari va berilgan ma'lumotlardan foydalanib, turli hujjatli film va ko'rsatuvlar uchun g'oyalar paydo bo'lganligini ta'kidlashdi.